ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda turadigan bu O'zbekiston bo'ladi. Agar bilmasanglar, bilib qo'yinglar. Poddelka narsalar, yangi narsa keladi. Original poddelkani birinchi nomer 1 chiqaradigan O'zbekiston bo'ladi. O'tgan safar ko'k parashut nemetskiy german texnologiyasi asosida ichida kalgoni, adbelvishisi bor, sinkalari juda ham ko'p, zo'r oqartirib beradi degan parashutimizni уже poddelkasi chiqibdi. Bitta mijoz aytganda biz ishonmagan edik. Bo'lishi mumkin emas. Klientlar o'zi shunaqa deyapti deb o'yladik. Lekin bilsangiz chiqibdi уже. Mana ichini biznikini farqi qaranglar, vazdushniy bo'ladi. Vazdushniy ko'rasizlar. Istinkalari juda ham ko'p bo'ladi bu ikkinchisi. Uchinchisi mana bunaqa birkamiz bo'ladi. To'rtinchisi mana shunaqa yopishtirilgan bo'ladi. Ya'ni blokda mana lyuks kopiyada bo'lmaydi ko'rayotgan bo'lsanglar. Hammasida mana bo'ladi. Mana bitta ko'rasam yopishtirilgan bo'ladi. Shundan farqlisi is sifatida ham. Ularchi oddiy parashutni ishlab chiqaruvchilarchi rang berib qo'yapti. Ha, bo'ldi endi Nozmaxonni parashuti deb o'ylashyapti. Lekin klient baribir ajratadi. Ko'rasam sinkalari juda ko'p. Mana bu sinkalari qizil, yashil, ko'klari bular kirsovun emas. Bilsanglar O'zbekistonda kirsovun apparatdan chiqarib rang bo'yab qo'yishadi. Adashmanglar qizlar.